Sen ofisda yoki do'stlaring bilan oshxonada o'tiribsan va yana shu gapni eshitasan. Yana kimdir onangning dugonasining o'g'li 2015-yilda Bitcoin sotib olib, hozir Balida yashayotgani haqida gapiryapti yoki sendan aqlliroq ham ko'rinmaydigan hamkasbing bir haftada qandaydir efirda 1 yillik maoshini ko'targani haqida maqtanyapti. Sen bosh irgaysan, tushunayotgandek ko'rinasan, lekin ichingda ikki tuyg'u kemiradi. Birinchisi ochkozlik. Nega men emas? Men ham oson pul xohlayman. Ikkinchisi qo'rquv va uyat. Sen bu qanday ishlashini tushunmaysan. Senga blockchain, mining, staking degan so'zlar elf tilidagi sehrli afsungadek eshitiladi. Senga poyezd allaqachon ketgandek tuyuladi. Bu firibgarlik, piramida, havodan pul, seni albatta aldashadi deb o'ylaysan. Va bilasanmi? Sening qo'rquving mutlaqo asosli. Chunki internetda kripto haqida eshitayotgan narsalaringning 99% bu haqiqiy pulingni olib, o'rniga qog'ozcha berish uchun yaratilgan yolg'on. Lekin boshqa haqiqat ham bor. Murakkab terminlar va grafiklar ortiga yashirilgan haqiqat. Kriptovalyuta bu spekulyatsiya yoki maymun rasmlari haqida emas. Bu insoniyat tarixida yagona texnologiya bo'lib, u senga bankirni chetga surib, pulingning yagona egasi bo'lish imkonini beradi. Mening ismim Invest Mushuk va bu kanalda biz havodan qasr qurmaymiz. Biz moliyaviy haqiqatning granitini kemiramiz, kambag'allikka qarshi to'g'on qurish uchun. Bugun men senga kriptoni xuddi 5 yoshli bolaga tushuntirgandek, blockchainlarsiz, hash rate'larsiz va validatorlarsiz tushuntiraman. Biz kartangdagi pul aslida senga tegishli emasligini, qayta yozib bo'lmaydigan sehrli daftar qanday ishlashini, Bitcoin bilan kazino o'rtasidagi farqni va birinchi raqamli aktivlaringni qanday qilib shimlarsiz qolmay sotib olishni ko'rib chiqamiz. Bu video uzun bo'ladi, lekin u senga yillaringni va millionlab asab hujayralaringni tejaydi. Ekranlardan kripto siganlar va sobiq Sberkassa xodimlarini uzoqlashtiring. Boshladik. Kriptoni tushunish uchun avvalo oddiy pullar, rubl, dollar, yevro qanchalik muammoli ekanini tushunishimiz kerak. Bolaligimizdan bizga pulni bankda saqla. Bu ishonchli. Safe, qoriqchi, markaziy bank litsenziyasi deb o'rgatishgan. Keling, senga sehr ko'rsataman. Sen 100 ming rublni kartaga qo'yding. Bu pul qayerda? Sen u sening isming yozilgan yacheykada yotibdi deb o'ylaysanmi? Yo'q. U yerda yo'q. Bankdagi puling, bu shunchaki bank serveridagi Excel jadvalidagi yozuv. Banker, shu jadvalning administratori va uning qo'lida delete tugmasi bor. Bank xohlasa 115 bo'yicha hisobni bloklaydi. Sud ijrochisi xohlasa sen bilmagan kommunal qarzni yechib oladi. Davlat xohlasa denominatsiya qiladi. Yoki yaqinda ko'rganimizdek seni Swift tizimidan uzib qo'yadi. Sen bankdagi pulingga egalik qilmaysan. Sen faqat bankdan pulingni qaytarishni so'rash huquqiga egasan. Bank esa rad etishi mumkin. Farqni his qilyapsanmi? Bu tizimda sen so'rovchi deyarli qaram odamsan. Endi ikkinchi muammo inflyatsiya. Markaziy bank bir kechada trillionlab rubl chop etishi mumkin va jamg'armalaring qovoqqa aylanadi. Ular sendan ruxsat so'ramaydi, shunchaki stanokni yoqadi. Va 2008-yilda bankirlar yana bir bor jahon iqtisodiyotini qulatganida noma'lum daholardan biri yoki bir guruhi Satoshi Nakamoto taxallusi ostida bas dedi. U bankirsiz, administratordek tugmasiz, ortiqcha pul chop etib bo'lmaydigan va hech kim hisobingni bloklay olmaydigan tizimni o'ylab topdi. Bu Bitcoin. Keling, blockchain sozini olib tashlaymiz. Bu qo'rqinchli. Uni umumiy daftar deb ataymiz. Tasavvur qil, bir qishloqda 100 kishi yashaydi. Oldin ularning oqsoqoli, bankiri bor edi. Oqsoqolning daftarida yozuvlar bor edi. Ivan Petrga 5 tanga o'tkazdi. Hamma unga ishonardi, lekin u yashirincha og'ziga 100 tanga qo'shib qo'yishi yoki qarzini yozilgan sahifani yirtib tashlashi mumkin edi. Satoshi boshqacha taklif qildi. Keling, shunday daftardan har bir kishiga beramiz. Endi Ivan Petrga 5 tanga o'tkazmoqchi bo'lsa, maydonga chiqib, men Ivan Petrga 5 tanga beraman, deb e'lon qiladi. 100 kishining hammasi daftarini ochib tekshiradi. Ivanda 5 tanga bormi? Kecha u maosh olgan, bor ekan, hamma bir vaqtning o'zida yozib qo'yadi. Agar Ivan shu tangalarni yana sarflamoqchi bo'lsa, 99 kishi, bizning daftarimizda ular allaqachon sarflangan deb yozilgan, deydi. Firib otmaydi. Bitta bankni emas, butun dunyodagi minglab daftarlarni bir vaqtda o'zgartirish kerak bo'ladi. Bu amalda imkonsiz. Bu markazlashmaganlik. Dunyodagi kompyuterlar, maynerlar, o'sha daftar tutgan kishilar. Ular tranzaksiyalarni tekshiradi. Elektr energiya sarflab, uskuna yedirgani uchun tizim ularga mukofot sifatida yangi bitcoinlar beradi. Bu yerda kostyumli amaki yo'q. Bu yerda matematika, kod va fizika qonuni bor. Bitcoinni qalbakilashtirib bo'lmaydi, uni bloklab bo'lmaydi.
Sen yakshanba kuni yarim tunda dunyoning narigi chekkasiga milliard dollar yuborishing mumkin. Daromad ma'lumotnomasiz, xavfsizlik xizmatiga qo'ng'iroqsiz. Hech kim seni to'xtata olmaydi. Lekin sen aytasan, mushuk yana minglab tangalar bor-ku. Dogecoin, hamyonlar, solana. Xush kelibsiz, yovvoyi garbga. Bor, Bitcoin. Bu raqamli oltin. Uning soni cheklangan, atigi 21 million dona. Bir dona ham ortiq emas. Bu deflyatsion aktiv. Qancha ko'p odam foydalansa, shuncha qimmatlashadi. Bu fundament. Go'yo 16-asrda Manhattanda yer sotib olgandek. Va bor, altcoinlar. Ular orasida texnologiyalar ham bor. Masalan, Ethereum bu raqamli notariusga o'xshaydi. Lekin ko'rayotganing 95% raqamli axlat. Blogerlar va firibgarlar yaratgan fanatlar. Ular kazino kabi ishlaydi. Yangi super-duper dog token yaratiladi. Blogerlar baqiradi, bu yangi Bitcoin, arzon paytda ol. Sen va millionlab odamlar yugurib sotib olasiz. Narx uchadi. Ekranda 200%. O'zingni Wall Street boris deb his qilasan. Endi zavodda ishlashim shart emas, deysan. Keyin esa yaratuvchilar choqqida hamma tokenlarni sotadi. Qulash boshlanadi. Grafik pastga qulaydi. $1000 5 sentga aylanadi. Bu pump and dump deyiladi. Shuning uchun Boburdan birinchi qoida. Agar yangi bo'lsang, yangi istiqbolli tangalarni unut. On holatdan 9tasida seni qirqib ketishadi. Kripto bozori shafqatsiz. Bu yerda pul sabrsizlardan sabrlilarga, ahmoqlardan aqllilarga o'tadi. Endi amaliyot. Sen Bitcoinning bir qismini sotib olding deylik. Butun Bitcoin shart emas, hatto 1000 rublga ham olsa bo'ladi. Birjaga borasan, ro'yxatdan o'tasan, rubl tashlaysan, raqam sotib olasan va o'zingni investor deb o'ylaysan. Yo'q, eng katta xatoni qilding. Birja bu ham bank. Bitcoinlaring birjada yotsa, ular seniki emas. Birja fikr kabi qulab tushishi mumkin. Uni buzishlari mumkin. Direktor puling bilan Argentinaga qochib ketishi mumkin. Kriptoda oltin qoida bor. Not your case, not your coins. Kalitlaring seniki bo'lmasa, tangalaring ham seniki emas. Haqiqiy egalik bu nokastodial hamyon. Bu dastur yoki maxsus fleshga sovuq hamyon. Uni yaratganingda senga on 2 yoki 24 ta so'z beriladi. Seed fraza. Mana shu on 2 so'z sening puling. Bu blockchaindagi mablag'laringni ochadigan sehrli kalit. Telefoningni, notebookingni, fleshkangni yo'qotsang ham, agar on 2 so'zni bilsang, istalgan joydan mablag'ingni tiklaysan. Bank ham, politsiya ham, maxsus xizmatlar ham bu so'zlarni bilmaydi. Ular hamyoningga kira olmaydi. Bu mutlaq egalik, lekin javobgarlik ham bor. Agar bu so'zlarni yo'qotsang, puling abadiy yo'qoladi. Texnik yordam yo'q, shikoyat qiladigan joy yo'q. Sen o'zing bank, o'zing inkassatorsan. Oddiy odam nima qilsin? Birinchi, kriptoga hech qachon kredit olma. Hech qachon. Bozor o'zgaruvchan. Bitcoin ertaga 50% tushi mumkin. Agar bu o'zingning puling bo'lsa, kutasan. Kredit bo'lsa, bankrotsan. Ikkinchi, kichikdan boshlagin. Butun maoshni olib kirma. Yo'qotsa ham achinmaydigan summani ajrat. Masalan, bir restoranga borish pulini. Uchinchi, test strategiyasini qo'llagin, dollar tost averagin. Tubni yoki choqqini topishga urinma. Hech kim bilmaydi. Har hafta yoki har oy bir xil summaga sotib ol. 3 yoki 4 yil masofada bu strategiya 90% treyderlardan ustun keladi. Zerikarli, lekin samarali. To'rtinchi, xavfsizlikni o'rgan. 12 so'zni qog'ozga yoz. Telefon eslatmalariga emas, screenshotga emas. Hakerlar uxlamaydi. Qog'oz raqamli asrda eng ishonchli saqlagich. Uni shunday yashirki, hatto o'zing ham zo'rga top. Kriptovalyuta bu sehrli tabletka emas. U seni bir kunda millioner qilmaydi. Lekin bu erkinlik vositasi. Biz raqamli feodalizm davrida yashayapmiz. Maxfiylik yo'qolmoqda. Jamg'armalaringni inflyatsiya yemoqda. Senga hech narsang bo'lmaydi va baxtli bo'lasan deyishmoqda. Bitcoin bu yo'q deyish usuli. Bu meniki va hech kimga bermayman deyish usuli. Bu zamonaviy iqtisodiyot titanigidagi qutqaruv qayigi. Ha, u tebranadi. Lekin zalda raqs tushib kema chokishini kutgandan yaxshiroq. Sen bunga kulishing mumkin. Bu pufak deyishing mumkin. Lekin 5 yoki 10 yildan keyin markaziy banklarning raqamli valyutalari CBDC har qadamingni nazorat qilganda, ortiqcha non sotib ololmaganingda ogohlantirmading dema. Telegram kanalimda hozir ol degan signal bermayman. Faqat o'zim qanday qilib pulim bilan kichik kemamni qurayotganimni ko'rsataman. O'zing oila va esda tut, puling faqat kaliti sendagi pul. Endi kommentariyaga tush. Bu piramida deb yozmoqchisanmi? Yoz. Algoritmga yordam beradi. Yoki rostini yoz, sen allaqachon o'z satoshlaringni olib, sovuq hamyonda saqlayapsanmi? Yoki Bitcoin million bo'lganda kirishni kutayotganlardansanmi?
Balki maoshingni allaqachon qandaydir hamyonga yoki boshqa firibgarlikka yo'qotgandirsan. Siz bilan invest mushuk edi. Sochlaringizni qirtishlab ketishlariga yo'l qo'ymang. Ko'rishguncha.